Singlim, tug'ilgan kuning bilan. Voy, akam keldi. Yiqqa talingga qo'qab tagiratishda nima qilyapsan? Addamasang bo'lmaymi? Dam olish nima degani u aka? Akangiz keldi, sizga bahona tovuldi. Boring narigi mahallaga borib o'sma otging. Qo'shimga qo'yib qo'yasiz. To'xta. Xudo xola tashqarida eshak o'ldiradigan issiq bo'lyapti. O'zi yiqqat bo'lsa, taksiginada borib kelsa bo'lmaymi? Ha, nima qilmaydi, qoni jurishadi. Ko'proq yursa tug'ruqon son bo'ladi. Aya, keliningiz gilamlarni qo'g'ib bersin. Tozagina cho'risin to'ptiki bular. Singlim idish yuvib charchamasin deb ovqat qozonda ichaydik. Ko'chaga chiqsa kun urmasin deb quyoshga pul berib botirib turdik. Yiqqat haliga gilamiz qanday qo'g'adi qaynopasi? Bundan battar ishlarni qilib 4 ta bola tuqqamiz. Mana baloyam urg'ani yo'q. Uyquni ham harom qildilaring. Hali uxlab yotibsizmi? Nomard singlimni olishdan oldin yuziga bitta ajin tushirmayman dedik. Yuzidan ajin tushmaguncha qolmabdi-ku. Turib yordam bersangiz bo'lmaymi? Erkak kishining vazifasi pul topish. Pul topyapsizmi? Enam pensiyasi kelib turibdi. Bor bedan o'rtasha. Hozir Toza quturib